Bolaligimizning eng yorqin xotiralari, quyoshli hovlilar, do'stlar bilan quvnoq kulgular ko'z oldingizga keltiring. Yozgi kechalar, yulduzlar ostida o'ynalgan oq terakmi, ko'k terak begunoh, shunday emasmi? Ammo hech o'ylab ko'rganmisiz? Bu oddiy o'yinlar ortida qandaydir sir yashirilgan bo'lishi mumkinligini? Nega biz bir-birimizni terakdan tortib olardik? Nega ba'zi o'yinlarimizda qurbon tanlanardi? Biz bugun Horror Studio prizmasi orqali o'zbek xalq o'yinlari va qo'shiqlari o'rtasidagi yashirin dahshatni ochib beramiz. Siz bolaligingizdagi o'yinlarga boshqa hech qachon avvalgidek qaramaysiz. Tayyormisiz? Unda qorong'u sirlar olamiga sayohatni boshladik. Oq terakmi, ko'k terak? Bizdan sizga kim kerak? Bu shunchaki savol emas. Bu qadimiy marosimlarning aks sadosi bo'lishi mumkin. Ikki guruh bir-biriga qarama-qarshi turgan ikki qabila kabi. O'yinning maqsadi bir kishini o'z tomoniga tortib olish. Bu qadimiy qabilalarda asir olish yoki hatto qurbonlik uchun odam tanlash marosimlariga ishora qilishi mumkin. Antropologik nuqtai nazardan bu o'yin jamoani birligini sinash, kuchini namoyish qilish va hatto qurbonlikka tayyorligini ko'rsatish usuli bo'lgan. Terak hayot daraxti. Uni tanasidan uzib olish esa o'limga ishora. O'yinning shafqatsiz tomonlari. Yiqilgan, jarohat olgan bolalar bu shunchaki o'yin emas. Bu hayotning qattiq qoidalari va omon qolish uchun kurashning ramzidir. Oq terakmi, ko'k terak bizga bolalikdan o'lim va hayot, g'alaba va mag'lubiyat o'rtasidagi nozik chegarani o'rgatgan. Bu dahshatli, ammo haqiqat. Har bir tortishda, har bir yiqilishda biz qadimiy ajdodlarimizni qo'rquvni his qilganmiz. Bu o'yin shunchaki jismoniy kuch sinovi emas, balki ruhiy kurash edi. Boychechak va tabiat dahshati. Boychechak yer ostidan mo'ralab, bu qo'shiq bahorning kelishini, tabiatning uyg'onishini anglatadi. Ammo uning ortida qandaydir qorong'u sir yashiringanmi? Qadimda tabiat kuchi oldida inson ojiz edi. Bahorning kelishi nafaqat quvonch, balki qishning dahshatli o'limidan keyingi nozik muvozanatni ham anglatardi. Boychechak bu muvozanatning ramzi. Ba'zi madaniyatlarda tabiatning qayta tirilishi uchun qurbonlik qilingan. Boychechak qo'shig'i yer ostidan mo'rala degan jumlada, boychechak qo'shig'idagi yer ostidan mo'rala degan jumlada o'lim va qayta tug'ilish siklining dahshatli tomoni yashirilgan. Bu qo'shiq bizga tabiatning nafaqat go'zalligini, balki uning shafqatsizligini, hayot va o'lim o'rtasidagi doimiy kurashni ham eslatadi. Tabiatning o'zi eng katta dahshat manbai bo'lishi mumkin. Boychechak qo'shig'i orqali biz tabiatning cheksiz qudratini va uning oldidagi insonning ojizligini his qilamiz. Bu qo'rquv bizning genlarimizga singib ketgan. Har bir bahor kelishida, har bir gul ochilishida biz qadimiy ajdodlarimizni tabiat oldidagi hurmatini va qo'rquvini his qilamiz. Bu qo'shiq shunchaki bolalar qo'shig'i emas. Bu hayotning abadiy siri. Chiti gulim qani. Doira bo'ylab aylanib o'ynaladigan bu o'yin ham shunchaki ko'ngilxushlik emas. Doira bu cheksizlik, sikl, vaqtning ramzidir. Qadimiy marosimlarda doira bo'ylab raqsga tushish, aylanish, ruhlar bilan bog'lanish, vaqtni to'xtatish yoki kelajakni bashorat qilish uchun ishlatilgan. Chittigul ham shunday marosimlarning aks sadosimi? O'yin maqsadi gulni topish, bu yo'qolgan narsani izlash, sirni ochish yoki hatto o'limdan keyingi hayotga ishora bo'lishi mumkin. Topilmagan chitigul bu noma'lumlikning dahshati. Chitigul o'yini bizga hayotni takrorlanuvchi sikllarni, noma'lumlik oldidagi qo'rquvni va doimiy izlanishni o'rgatadi. Bu o'yin orqali biz o'zimizning cheksizligimizni va cheklanganligimizni anglaymiz. Ko'rib turganingizdek, bolalik o'yinlarimiz va qo'shiqlarimiz shunchaki begunoh emas. Ularni har birida qadimiy ajdodlarimizning qo'rquvlari, umidlari va hayot falsafasi yashiringan. Biz bu qo'rquvlarni o'yinlarga aylantirib, ularni nazorat qilishga, avloddan avlodga o'tkazishga harakat qilganmiz. Bu insoniyatning dahshat bilan kurashish usulidir. Horror Studio kanali sizni bu kabi sirlarni birgalikda o'rganishga chorlaydi. Izohlarda sizni qo'rqitadigan o'yinlar yoki qo'shiqlar haqida yozib qoldiring va qo'rqishdan qo'rqmang.